Assalomu alaykum. Maqsad Sari kanalining ashaddiy obunachilari. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Bu video juda ham ko'p parranda hayvon chorva ishqibozlari uchun bo'lyapti. Xudo xolasa oldingi videolarimizda Ismoiljon parrandalar juda ko'p bo'lardi. Parrandalardan ham chiqaring deyishgan uchun bu yilgi dehqonchiliklardan chiqaryapmiz. Mana shu bu yilgi cho'jalarimiz. Xudo xolasa mazza qilib go'ng titishyapti. Bu cho'jalar dakam emas bular. Bular dakam emas. Qora shahzodaga dakanda chachishtirib chiqarganmiz. Xudo xolasa urush qo'g'mas, lekin bo'yini o'cha go'shtdor tovuqlar bo'lib chiqadi. Hozir bularning otalarini ham ko'rsatamiz. Xuddi shu zotlardan chiqqan. Asosiy urg'uni indiski pis o'rdak deydi. Bizda qaydadir pis o'rdak deydi. Shunaqa o'rdaklarimizni ko'rsatamiz. Chunki rosa ko'pchilik olgan bizdan. Rossiyaga ketmasdan oldin Xudo xolasa rosa ko'paytirgan edik. Sotib o'zimizga 3 dona qolgan edi. Shulardan sekin ko'paytirayotganlarimizni ko'rsatamiz Xudo xolasa. Bundan oldin sizlarga Instagram sahifamizni ham ko'rsatganmiz. Xudo xolasa mana shu yerga hayvonlarga Xudo xolasa selios yama qo'ymoqchiman. Mana bitib so'ydi, kechagina olib keltirib qo'ydik. Xudo xolasa usta topilsa-yak mana shu yerga qo'ymoqchiman. Bilganlar yozib olsalar ham xursand bo'lamiz kommentariyalarga. Kengligi bilan bo'yini qancha qilsa yaxshi bo'ladi. Chunki bizdan oldin kimdir qilgan, kimdir mashitda bana qilganimda bo'lardigan deb xato qilgandir, balki zo'r chiqqandir. Shularni aytib ketsalaringiz, Xudo xolasa biz shunga qarab ish tutardik. Endi hozir sizlarga indiski o'rdaklarimizni onalarini, otalarini ko'rsatamiz. Bu o'rdakni afzallik tomoni birinchidan mana oq o'rdak o'xshab g'aqqillayvermaydi. 100 dan ortiq shunaqa katta o'rdak bo'lib ketgan edi. Ochirib sotib, cho'jasini sotib, onalari bilan sotib, tugatib o'rganganmiz. O'zimizga 3 dona qolgan edi. Shundan sekin ko'paytiryapmiz yana. Keyin xo'rozlar juda ham zo'r go'sht qiladi. Mana shu 1 yasharlik cho'jalar mana. Mana kattalar mana. 1 yasharlik cho'jalar. Bularga oqin suv bo'lishi shart emas. Mana shu yerda o'zlari tug'ib, tuxumini tegmaymiz. O'zlari bosib ochib chiqaradi. Lekin bu yil men musofirda bo'lib qoldim. Mana o'rab qo'yibdi. Nimagadir o'zidan o'zi ko'pi nobud bo'ldi cho'jalarimiz. Hozir ko'rsatamiz. Bu yerda sal dikroq priroda qilish kerak ekan. Bu yerlarga juda ham chiroyli qilib g'ishtlardan tuxum tug'adigan joylar qildik, boshqa qildik. Ular manaqa jinni ketdi joylar suyar ekan. Buni spesialni tashab qo'yganmiz bularni. Mana shunisi kulki bo'lyapti yana. Mana shu burchada ko'rsatgan tuxumlarni shu bosib yotibdi. Mana yig'asinsidir tug'yapti yana. Hozir bitta o'rdagimiz har zamonda chiqyapti. Qayerdadir tuxum bosib yotibdi. Bunaqa ko'p bo'ladi bizda. Tez yo'qolib qolishadi, keyin bola yetalab chiqadi, tegmaymiz. Bularni birinchi vaqt bitta baxt ekanlarga tavsiya qilamiz. Qanotlarni qirqib qo'yish. Bular shu oktyabr, noyabr oylarida uchishni boshlaydi. Qanotini qirqib qo'ymasangiz uchib ketadi. O donga to'ymasa u bu emas, yo'q. Undan emas. Bizda ham uchib ketgan. Bir kunda 15 ta o'rdakimiz uchib ketib qo'ygan. Ular juda
qanotlari o'sgandan keyin juda ham uchishga ishqiboz uchib ketib qoladi. Birinchi qanotlarni qirqib bunaqa keng xonalар qilib qo'yamiz. Xudo xolasa. Hozir bularda cho'jalari bor, ko'rsatamiz. Mana shu yerga qilmoqchiman-da, silyosyaman. Mana o'lib marta 7 ta qopti. O 7 ta ham katta bo'lib qolsa, bir ikkita katay to'liq bo'lib ketadi. Cho'jalar ham aralash quralash bo'lib ketdi. Joy yetishmovchiligidan. Unaqa mitti cho'jalar ham bor hozir. Tashqarida o'ynab yurgan cho'jalarni sheriklardan. O'matasi suv qolmabdi, suv qo'yamiz. Ular bir pasdan qilib qo'yishaveradi. Tugatishaveradi suvni. O'ynashaveradi kallasini naqsh. Mana cho'jalar. Bu yangi ochib chiqdi mana. Xudo xolasa. Bu o'rdaklar juda ham beozor bo'ladi. Bitta o'rdak 3-4 xil partiyani ham tovuq qo'shib, haligi qizg'anmaydi. 100 ta jo'jani bitta o'rdak, ona o'rdak yetalab yuraveradi. Endi Alloh berganchalik jo'jani kuzda sanaydi deydi-yu. Xudo xolasa. Qanchasi katta Alloh qodir qilgancha, nasib qilgancha katta qilamiz. Ha, bir yildan keyin Xudo xolasa shu yerda bo'lib tursam, o'zim rostmana shug'ullanaman. Oldin bularga mana pitkana tushmagan hech qachon. Bir yil tushyapti. Tovuqlarga bosardi, lekin o'rdaklarga bosmasin. Atay o'rdak qo'shib qo'yardikki, kasallik tegmasin deb. Yo'q, bir yil tushyapti. Don suvlari bor. Suvni izlab qo'yib ko'ramiz. Endi hozir sizlarga tovuqlarimizni asosiy partiyasini ko'rsatamiz. Mana tovuqlarimiz. Xudo xolasa, xo'razoni mana. Izlayotganman, Qora shahzodaga dagan chashtirib chiqarilgan mana. Mana turk makon, ikkita dagan makon tozasi bor bu yerda. O, chekadagi makon ko'rasizlarmi? Shu bolasi, onasi ham bor shu yerda hozir. Mana onasi yotibdi ekan. Mana ko'rdinglarmi? Toza turk makon. Oldin bormang tug'yapti. Har kuni 3 ta 4 ta tuxum bor-da. 10 ta makon. O'zi 10 ta makondan kuniga 10 ta tuxum olgan paytlarimiz ham bo'lgan. Lekin dam oladi, tug'adi, lekin mana qora tovuqqa urg'u berganmiz hozircha. Chunki daganlar urushqoq bo'ladi. Cho'jalar ham bir-birini yeb tashaveradi. Qon chiqib bo'lsa bo'ldi yeyishaverar ekanda. Lekin mana xo'razni qaranglar. Hozir men juda ham 7-8 metr uzoqlikdan olyapman hozir. Hani tuxum? 3 ta tuxum. Ha, bitta ham tuxum bor. Shu nimani tagida ham tuxum bor. Chiqaring. Qoching, o'zi chiqib ketadi. Keski sayri. Kulki bo'lib qolib shekilli. Shunaqa gaplar, hurmatli jigarlar. Kelinglar, shu turk makonni ko'rsatamiz. Tug'yaptimi, nima qilyapti? Bitta tuxum yo'q. Oo, tagida tuxumlar turibdi. Mana qani buguncha kutaylikchi? Yo tug'yapti, kulki bo'lib qolibdi-da bu. Shunaqa gaplar, hurmatli jigarlar. Mana shu parandalarimizni qiziqib ko'rsating deganlar uchun. Bu joyimiz tovuqlar uchun, haligi birinchi ko'rsatgan joyimiz o'rdaklar uchun qilingan kataylarimiz. Ha, bu yerda cho'ja ochsa, cho'jalarga joylar bor, katay ko'p. Chiqqan paytda yetishmaydi. O'sha yerdan boshlab mana xona qilib kataylar qo'yilgan. Tashqarilardan kataylar bu. Chunki
ochgan paytda ko'p katta kerak bo'ladi. Tendaniga bahorda ochadi-ku. Shu hurmatli jigarlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'llab turinglar. Silyosiyama to'g'risida o'z fikrlaringni qanaqasi yaxshi bo'ladi? Eni bilan chuqurligini, uzunligini endi shu oxirigacha shag'algacha qilamiz. Eni bilan chuqurligini qancha qilsak bo'ladi? Yozib yuboringlar iltimos.